Shvetsiyada O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Endigi lavhamiz aynan shu haqda. So'nggi yillar mobaynida Yevropa davlatlarida O'zbekiston zaminida yetishtirilayotgan mahsulotlarga talab yil sayin ortib bormoqda. Masalan, Shvetsiya qirolligi O'zbekiston eksport geografiyasida halicha yangi, muhimi istiqboli bor bozorlardan. Ayni kunlarda Stokgolm shahrida tashkil etilgan O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasida mamlakatimizning qariyb 30 nafar tadbirkor, hunarmand, muhimi eksportyorlar ishtirok etmoqda. Tadbirning har bir kuni B2B formatidagi uchrashuvlar va turli muzokaralarga boy bo'lib, manfaatli kelishuvlarga ega bo'lmoqda. O'zbekiston mahsulotlari dunyoning deyarli barcha mamlakatida e'tibor va e'tirofga sazovor brendlarimiz endilikda Shvetsiya bozori rastalaridan ham o'z o'rnini egallamoqda. O'zbekistonning quyoshli dalalarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari bizdan qariyb 5000 kilometr olisda bo'lgan Shvetsiyagacha yetib keldi. Muhimi mahsulotlarimiz sifati va ta'mini tengsizligi ushbu mamlakat aholisida ham hayrat uyg'otdi. En bra presentation av Uzbekistan i Sverige. Avvalo Shvetsiyaga xush kelibsizlar. O'zbekistonning ekologik toza mahsulotlari bizning bozorlarimiz rastalarida ham ko'payib borayotganidan juda xursandman. Albatta, mana shu kabi ko'rgazmalar bunga yaxshi sharoit yaratadi. O'zbekiston uchun ajratilgan stendlarga e'tibor juda yuqori. Masalan, birgina so'nggi yillar davomida davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda sitrus, subtropik va tropik mahsulotlar yetishtirishni yanada jadallashtirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar ushbu turdagi sarxil mevalarni, ayniqsa limonlarimizni tashqi bozor rastalaridan joy olishiga zamin yaratdi. Ularning sifati va ta'mi esa xorijliklarning hayrati va e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Men hayratdaman to'g'risi. O'zbekiston limoni xuddiki apelsin yoki mandarinni ta'mini eslatar ekan. Men avvalo buni limonligiga ishonmadim. Qayta tatib ko'rdim. Menga hatto limonli choy ham berishdi. Ko'p davlatlarda yetishtirilgan limonlarni yeb ko'rganman. Masalan, bizning davlatimiz ham quyoshli o'lka. Biz ham limon yetishtiramiz, lekin tushunishimcha, mahsulotning bu qadar xushtan bo'lishi uchun quyosh nurining o'zi kamlik qilar ekan. Haqiqatdan ko'rgazma doirasida tashkil qilingan interaktiv tadbirlar, ta'minot zanjiri, mahsulotlar eksporti va importi operatsiyalaridagi innovatsiyalar va startaplar O'zbekiston tomoni uchun juda manfaatli bo'ldi. Tashkil etilgan tadbir global va innovatsion qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat ekoturizmining eng so'nggi rivojini, qolaversa B2B formatidagi uchrashuvlarni qamrab oldi. Xorijiy ekspertlar fikricha, ko'rgazma qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirish uchun xalqaro darajadagi muhim voqea bo'ldi.